tak 18 ta armatura diametr 720 mm bo'lsa, shunda bizni ikkita armaturani bu yoq bilan bu yoqdagi armaturani razbishka qilishimiz kerak. Ikkalasini naxlosda ulangan joyini markazidan ikkinchi ulangan naxlosning markazigacha bo'lgan masofa qanaqa bo'ladi? O'sha 40 diametrni 1,5 barobar ko'paytiramiz. Bu qanaqa bo'ladi? Masalan, hop bizda 18 ta armatura bo'lsa, 720 qaytirib 5 1080 bo'ldi. 1080 da ayiramiz 720 ni 360 qilib. 360 180 bizlar kilolar kod dedi. 360 keyingisi 1440 Mana qo'shib chiqamiz bakka. Mana bo'ladi. Birinchi fundamentdan chiqayotgan gipsga oldik. Keyingisi oxirigacha chiqib ketadigan ikkinchi armaturamiz. Endi chalg'ita olmaslik uchun ranglarni o'zgartirib qo'yishlasak oson bo'ladi. Razbishka olamiz. Endi buni tepadan olamiz. Shunday qilamiz. Shunday. Rasmlarni bersak. Shu ko'rinishda biza qanaqa olamiz? Razmerlarni olamiz. Kolonani. Sizlarga sechenasidan ko'rsatib o'tiraman. Birga 10 barobar olamiz. 18 tali armaturamiz. Tashkilotni to'playmiz. Shu 4 ta armatura oldik. 4 18 tali olganmiz. Shunda mana ba'zi past bo'lsa, mana ikkitasi past bo'lsa, pastda ulasi, mana ikkitasi bo'lsa, teparoqda uladi. Shunda razbishka bo'ladi. Shunda bu past, baland ulanadi. Hop. Endi buni qanaqa qilamiz? Endi buni xamutlaymiz. Xamutlashimiz uchun qaysi joyda, qaysi etajda armatura naxlosmi, svarkami bu ulangan bo'lsa, ana o'sha joyda armatura xamutlarni orasini 10 cm 8 tali xamut beramiz. O'tlarga o'sha to'rdan birini olib 20 cm 10 cm qilib bermaymiz. Bu joyda shu joyda hammasi ulangan joy bo'lgani uchun xamutlar orasini masofasi 10 cm dan bo'ladi. Keyingi etajda o'sha bo'lib olamiz. Qanaqa bo'ladi? 2980 bo'lsa, 2980 bo'lsa, 800 olamiz. Va endi tezroq onda tushunuvchi vaqtlarni olmaydi deb 800 bo'lsa, 1600 800
keyingisi ham 1600. 1600 qanaqa bo'ladi? 1600 tepaga biza 260 tepaga biza armaturani bukmaymiz. Bu yaxshi variant emas. Iloji boricha bu joyga shayba berganimiz yaxshi. Shayba 10 sm ga 10 sm, qalinligi 2 lik shayba bersak, list shaybani uzellari bor. Mana buni sinagan tashlab beraman. Biza hamutni ishlab chiqishimiz kerak. 200 chetgacha bo'lgan masofaga bu joyda hamutimiz 10 sm shakdan bo'ladi. Bu joyda bo'lsa orasi 20 sm bo'ladi. Bu joyda yana 10 sm beramiz. Buni endi yaqin to'g'ri 10 sm bo'lsa, qanaqa bu yoqqa 80 bunga berib olamiz. 6 ta bo'ldi. Bu bo'linmaydi. Buni ham bu yoqqa 200 berib olamiz. Bu 2 shakdan bu 100 dan bo'ladi. Buni qilib qo'yamiz. Xo'sh. Quruvchilik tushunarli bo'lishi uchun olib bir ikkita tashlab qo'ysak, bu kakshagi 10 sm dan ketadi. Bu yoqda ham shunaqa shagi 10 sm dan ketadi. Bu yoqga ham shagi 10 sm. Bu yoqga shagi 10 sm dan ketadi. O'rtasi bo'lsa 20 sm bo'ladi. 20. Xo'sh. Endi bu qurolni ko'paytirib 100 mm. Oltni ko'paytirib 200 mm. Bunisi 10 ko'paytirib 100 mm. Sal qisqarsa bir yopishib ketmaydi. Biz buni qo'yib kichkinalashtirib qo'yamiz. 100 qo'yamiz, 200 bo'ladi. Bu shayba. Hamut, продольная рабочая арматура. Usta 20 olganmiz. Razmerlardan berib qo'yishimiz kerak. Yopishib ketmasa. Pol 10 sm. Keyingisi junu figel bilan bo'ldi, periklidiya. 620 mm, bu 100. 80 pol. 80 polni berdik. Keyingi etajda 20 gacha bo'lgan masofa. Keyingi etajni rigger bilan perikritiyasi. Undan keyingi etajni bu polni oldik. 8 cm. Ko'proq bo'lsa ham, lombozlik qilinsa ham ziyon yo'q. Bizlar muhimi konstruktamiz to'g'ri atmetikada turibdi. Konstruktorning kolonnamizni tizib oldik. Ana endi buni armaturalarning pozitsiyasi, spetsifikatsiyasini
hisoblashimiz kerak. Bu mana naxlosni ham uzeli bor, buni uzeli bor, uni ham hozir oxirida ko'rsatib o'taman. Kerak bo'lsa tashlab beraman sizlarga. Shunda endi secheniyasini davom ettirib qo'yamiz. Buni o'zinglar mehr berib mana yaxshilab xomutlarni chizib, o'zini secheniyasida davom ettiraverasizlar. Endi mana hozir vaqt ketmasin, tez qilishim kerak buni. Razmerlarni berishda razmer noto'g'ri ketdi. Hozir silyapman. Secheniyani kolonna har doim ikki tomonlama ustida turadi. Sifrovoy и bukvinniy o'z bo'ladi. Ustida armaturagacha bo'lgan masofa, защитный слоyi, kolonnani chetigacha bo'lgan masofamiz. Общий kolonnalar razmeri. Bu yoqda shu narsani takrorlaymiz. Siz tushunishingiz uchun hozir biz 4 ta armaturali osonroq variantini ko'rib chiqamiz. Keyingilarida armaturalar ko'paygan variantlarini ko'rib chiqamiz. Birga 15 ta o'tkazishimiz kerak.